Hammaga assalomu alaykum. Bugungi intervyuimizda farg'onalik tadbirkor, qadrdon va qadrdonlar brendi asoschisi Azbek Yo'lchiyev bilan qurilish haqida suhbat quramiz. Nafaqat qurilish, o'zi hozirgi kunda tendensiyalar qanaqa turdagi xonadonlar bor va ularning loyihasi bilan batafsil ma'lumotga ega bo'lamiz. Azbek aka, assalomu alaykum. Alaykum assalom. Intervyuimizga xush kelibsiz. Xushvaqt bo'ling. Esingizda bo'lsa bir ajoyib video suratga olgandik va ushbu videoda siz comfort class, business class haqida ko'p gapirdingiz. O'zim ham internetda tanishib chiqdim. Qanaqa bo'lar ekan, nima bo'lar ekan? Keling, unga yetib borgunimizga qadar kuzatuvchilarimizga Azbek Yo'lchiyev o'zi kim degan savolga javob bersak. Birinchi bo'lib taklif uchun rahmat. Boshimiz osmonga yetdi. Agar bugungi bo'ladigan suhbatdan kimlargadir qanaqadir manfaat bo'lsa, xudo xolasa xursand bo'lgan bo'lamiz. Birinchisi endi juda biz o'zimiz haqimizda gapirib beradigan darajada bir narsaga erishmagan bo'lsa kerak, lekin shunaqa bo'lsa ham savolingizga javob beradigan bo'lsak, tadbirkorlik sohasida 23 yildan beri ishlab kelyapmiz, Xudoga behisob shukr. Bizni asosiy yo'nalishimiz, birinchi boshlagan yo'nalishimiz oziq-ovqat sohasida bo'lgan. Oziq-ovqat sohasida ancha yil ishlab, bu o'sha sohada bizda behisob shukr yaxshi komanda shakllandi, yaxshi yigitlardan tashkil topgan komandamiz bor. Lekin shunaqa tushuncha bor. Jim Collins aytadi, "Сначала кто, а затем куда". Ya'ni qat'iyaligi unchalik muhim emas, muhimi kim bilan. Behisob shukr kim bilan degan savolga men doim ishonch bilan qaysi ish bo'lsa ham, qanaqa biznes bo'lsa ham, xudo xolasa bemalol qilamiz deymiz. Sababi har bir narsaga yondashuv odamning ichidan chiqish kerak. Shu narsani xolis Xudo uchun zo'r qilib qilaman, sifatli qilib qilaman. Bundan foydalangan odam baraka top desa, bizning asosiy narsamiz shu. Bizning asosiy qadriyatimiz ham shu bir g'oya, shu qadriyat asosida hammamiz yig'ilganmiz. Shu komanda bilan mana 2021-yili qurilish sohasiga kirib keldik. Birinchi sohada qanaqa bir-birimizni tushunib, haligi splachonность deydi. Inoq jamoa deydimi? Qanchalik bir-birimizga bir garmoniya bilan, ya'ni qadriyat tomonlama, dunyo qarash tomonlama, niyat tomonlama hammamiz bir-birimizga to'g'ri kelib qanaqa ishlagan bo'lsak, mana qurilish sohasida ham bugungi kungacha behisob shukr. Balki Xudo berayotgan baraka shundadir. Hammamiz qilayotgan ishimizdan o'zimiz zavqlanamiz. Lekin ertalab uydan chiqib ketayotganda, "Men ishga ketyapman" deb turib, kechqurun charchagan holda, o'zimizcha charchagan ko'rsatib turib, ishdan keldim. Agar biz ishga borib nimadir ishxonamiz uchun yoki jamiyatimiz uchun nimadir qiymat berilgan bo'lsak, unda yarashadi. Charchagan ko'rinishi bilan qaytish. Bo'lmasa, men har birimiz o'zimizga o'zimiz savol berib ko'raylik. Uydan chiqib ketdik, ishga ketyapman deb, kechqurun qaytib keldik, ishdan keldim. Nima qiymat beraldim? Zo'r. Juda ishonamanki, bizning jamoamizdagi hamma odamlar xuddi o'shaqa ishga chiqib ketib, ishdan qaytib kelganda nimadir qiymat beraldim. Yo kompaniyaga yoki ko'chada kimgadir. Juda mavzudan sal uzoqlashib ketib qoldik. Umumiy olganda shunaqa, lekin biz masalan o'zimizni tadbirkor deb bilamiz. Lekin quruvchilikka bu sohaga kirib keldik. Biz masalan quruvchilikka da'vogarligimiz yo'q. Chunki bu sohada masalan men o'zim bu sohada o'qimaganman. Lekin bitta narsa borki, haligi Henry Fordning zo'r gapi bor. Hamma savolingizga javob bera olmasligi mumkin, lekin hamma savollaringizga javob beradigan odamlarni yig'ib siz bilan savol-javob o'tkazishim mumkin. Xuddi shunday hamma sohani bilishning imkoni yo'qdir, lekin hamma sohani o'zini mutaxassisi bor. Imkon qadar o'sha mutaxassislarda bir o'zini ishini ustasi bo'lgan odamlarni taklif qilib qurilish sohasida ham xuddi shunaqa ishlab kelyapmiz. O'zim uchun bitta zo'r insight oldim. Aynan biznes holatida zo'r proyekt qilish uchun albatta jamoaning o'rni kuchli va jamoani albatta qadriyati bilan kelajakdagi maqsadi, kompaniyani maqsadlari bilan bevosita bir xil bo'lishi kerak. Albatta. Zo'r. Qurilish loyihalaringiz bilan tanishadigan bo'lsak, qadrdonlar turar joy kompleksi уже topshirilgan. O'zim ham bir necha bor joyga borib ko'rganman.
odamlar maza qilishyapti. Qanday o'sha muhitni paydo qilish bo'yicha, imni qurish bo'yicha ideyalar kelgan, nimalarga e'tibor bergansizlar? Birinchi o'rinda Xudo bergan bu fayzni, chunki biz bunaqa qildik, biz uni qildik deyishimiz, agar Xudo xohlamasa biz hatto ko'zimizni ochib yopishimiz ham bitta ish bo'lib qoladi. Xudoga behisob shukr, shunaqa bir fayz bo'ldi. Endi buni qanaqadir sabablari bo'lishi mumkin. Birinchisi o'sha niyatimizni xolisligi bo'lsa kerak. Chunki hali boshida aytganimdek, bizdan mahsulot sotib oladimi, uy sotib oladimi, joymi, biz bilan oldi-berdi qilib muomala qilgan odam o'sha oldi-berdidan keyin baraka top deyishi biz uchun biz prioritetlarda eng muhim o'ringa qo'yadigan, albatta biznesda pul, biznesni o'stiradigan, rivojlantiradigan pul. Lekin u bilan bir qatorda, u bilan parallel desam menimcha xato bo'lmaydi. Biz uchun shunaqa. Biz bilan oldi-berdi qilgan odam baraka top deyishi, ko'nglidan xursand bo'lib, olgan mahsulotiga yoki bir sotib olgan xizmatiga rozi bo'lishi biz uchun daromad qanchalik muhim bo'lsa, bu ham xuddi shunaqa muhim. Balki shular sabab Xudo qanaqadir bir fayz berdi. Haqiqatan ham ba'zida kech payt men o'zim ham kirib dvorga qarab o'sha yerda yashagim keladi. Chunki fayz boshqacha, bu o'zimiz qilganligimiz uchun emas, bu tashqaridan bir xolis qarab ko'rilganda ham, misol uchun ayniqsa mana havolar ilib kech payt besetkada odamlar o'tirishi, bolalarni mini stadionda o'ynab yurishi yoki ana workout zonada bolalar bu narsalar qilishi, kimlardir sayr qilib yuribdi. Masalan, o'sha narsani ko'rib turib ham behisob shukr shunaqa fayz bergan. Endi bitta har bir narsani o'sha birinchisi niyatga bog'liq. Niyatimiz o'sha odamlarni xursand qilishmi? Masalan, balki ikir-chikirdir. Qurilishda ko'zga ko'rinmaydigan narsalar juda ko'p. Ya'ni binoni asosi hisoblangan o'sha podushka, fundament yoki o'sha kotlovandan to bitgungacha juda ko'p ko'rinmaydigan narsalar bor. Hatto o'sha ko'rinmaydigan narsalarni ham kim uchundir isbotlab berish nimanidir, yo'q, unaqa niyatda emas. Iloji boricha hamma narsa o'sha kerakli darajada bo'lsinki, iloji boricha keragidan ortiq qilib beraylikki, chunki o'sha niyatimizga amallarimiz to'g'ri kelishi birinchi maqsadimiz. Keyin bizning mutaxassislarimiz injiq odamlar, haligi kitobida qanday yozilgan bo'lsa, o'shanday qilmaguncha qo'ymaydi. Bizni ham xolijonimizga qo'ymaydigan bizni prorabimiz borlar. Dimaka baraka topsinlar, juda ham injiq. Bunaqa mutaxassis Farg'onada endi yo'q desam bilmadim, balki bordir, lekin men bilmayman bunaqa odamni. Yana shu Dimakadaqa talabchan, o'zini ishiga bir juda ham vijdona yondashadigan, behisob shukr shunaqa bir mutaxassislar yonimizda ko'p. Ular bilan hech narsadan qo'rqmasdan harakat qilinsa bo'laveradi. Faqat chidab xarajatiga talab qiladigan, bizdan bo'ladigan bir bizning mo'ljalimizdan ortiqroq harakatga chidasak, natija xudo xolasa yaxshi bo'laveradi. Bo'lib kelyapti. Qanaqa muammolarga duch kelingan aynan o'sha birinchi loyihani yakuniga yetkazish bo'yicha? Albatta birinchi ish osonlikcha bo'lmaydi. Endi bag'ini so'rasangiz, hozirgi ishlarimiz ham juda osonlikcha ketmayapti. Endi birinchi marta bo'lgani uchun moddiy qiyinchilikdan tortib bilimsizlik, qaysidir narsalarda izlanish uchun qimmatga tushgan paytlar bo'ldi. Qaysidir narsani qilib turib, yo'q, bu noto'g'ri bo'pti ekan, buni bunaqa emas, bunaqa qilaylik ekan, yo'q, qolaversin deyilsa, yo'q, kelinglar shuni boshqatdan qilaylik, mayli. Bundan oldingi qilgan harakatimiz bekor ketsin, mayli bizga qo'shimcha xarajat bo'lsin, lekin shu narsani biz ko'nglimiz to'lsin birinchi o'rinda qilgan ishimizdan. Endi qiyinchiliksiz menimcha hech narsa bo'lmaydi. Endi har bitta qiyinchilikda hozir sanab bergani vaqtimiz yetmasa kerak. Albatta. Zo'r. Endi mana bu yangi loyihalarda nimalarga urg'u beryapmiz? Chunki hozir Sokin turar joy kompleksi qurilmoqda, bilishim bo'yicha, va Alyans turar joy kompleksi. Biri komfort klassda, ikkinchisi biznes klass. O'zi komfort klassda talabi bormi, biznes klass talabi boshqachami? Albatta hammasini, mana har bitta turar joy kompleksini
standart deyiladi, ba'zida ekonom deb yuritiladi. Undan bitta pog'ona yuqorisi komfort klassdagi, undan ham yuqorisi biznes klassdagi, undan ham eng yuqorisi premium klassdagi. Bularda albatta bir-biridan farqi juda ham katta. Bizda hozir ko'pincha mana shu savol, o'sha kuni ham siz bilan gaplashganimizda biz o'zimizga bunaqa savol bilan ko'pchilik aytadi, bu savolni beradi. Bizda xalqimizda o'rganib qolganmiz, yaxshi uy, mustahkam uy, yaxshi joyda joylashgan uy, farq faqat mana shunaqa bo'ladi. Umumiy gaplar. O'zim ham shu sohadaman, reklamadaman. Ko'pincha siz aytgandek umumiy gaplar bilan reklamani qilamiz. Endi olib qarasak, hamma turar joy kompleksida shu gaplar ishlatilyapti. Lekin qadrdonlar qurilish kompaniyasida va ba'zi bir boshqa qurilish kompaniyalarida biz imенно klass bo'yicha, aynan klass bo'yicha qanaqadir urg'ularni berib ketishni boshladik. Shu sababdan menda savollar ko'p paydo bo'lyapti. Sizdan xudo xolasa shuni javobini olmoqchiman. Bo'ldi, qo'ldan kelgancha javob beramiz. Xo'p, hozir komfort klassdan keyingi bu Allianz Avenue'ni boshlaganimiz, bu biznes klassda eng ko'p savol shu biznes klassimizga bo'lyapti. Shuning uchun biznes klassda boshqa turar joylarda, ya'ni boshqa klassdagi uylardan farqlarini bir nechtasini imkon qadar sanab tushuntirib berishga harakat qilamiz. Biznes klassdagi uylarda birinchi boshqalardan farq qiladigan narsasi joylashuv, ya'ni lokatsiya. Bu qanaqa bo'lish kerak lokatsiya deyilganda, misol uchun hozirgi bizda Allianz Avenue'ni joylashgan joyidan eng uzoq, hozir men sanab o'tadigan joylarda eng uzog'i piyoda yurganda 5 minutlik yo'l masofa. Bog'cha, maktablar, sport muassasalari, ovqatlanish, umumiy ovqatlanish joylari, restoranlar, supermarket yoki o'sha dam olish yoki madaniy hordiq chiqarish uchun, sayr qilib yurish uchun alohida bir mo'ljallangan, misol uchun san'at saroyini aytishimiz mumkin. Mana shu narsalar albatta bo'lishi kerak. Birinchi ko'rsatkich shu joylashuv. Keyin transport qatnovi, misol uchun viloyatni ko'p tumanlariga yoki ko'p shaharlariga borishga juda ham qulay joyda joylashgan. Misol uchun Quvasoyga ketish asosiy yo'l, Quvaga chiqib ketish ham xuddi shunday. Ya'ni boshqa tomon Vodilda olaylik, avvalda olaylik. Xullas, joylashuvi transport qatnovi uchun keyin kichik halqa yo'liga yaqin joylashgan. Keyin taksi chaqiradigan bo'lsa, misol uchun hozir shaharda ba'zi joylari bor, Yandex taksi chaqiraman desangiz ham qanchadir 5-6 ba'zida 10 minut, 15 minut kutishga to'g'ri keladi. Bu transport qatnoviga juda ham qulay joylashgani uchun bu masala bor. Bu o'sha hozirgi aytib o'tgan narsalarning birinchi ko'rsatkich hisoblanadi, lokatsiya bilan bog'liq. Ikkinchi ahamiyat berilishi kerak bo'lgan narsa bu qurilish sifati. Bugungi kunda menimcha ko'p qurilayotgan uylar sifatli qurilyapti, mustahkamlik bo'yicha, boshqa bo'yicha. Lekin shunaqa bo'lsa ham, biz bu narsaga yana alohida urg'u berayotganimiz uzoq muddat xizmat qiladigan materiallar, u armatura bo'lsin, beton markasi bo'lsin, g'isht bo'lsin. Misol uchun armatura faqat rossiyskiy armatura ishlatamiz. G'ishtni ham hozir Gazoblokni o'sha Toshkentda ishlab chiqarilayotgan A500 degan markasi bor. Bu mana bugun O'zbekistonda ishlab chiqarilayotgan gazobloklarning ichida eng sifatligi, tabiiyki eng qimmati. Bu oddiy gazobloklardan 20% gacha farq qiladi qimmatligi bo'yicha. Ko'p negativ kommentariyalar kelib turadi. Azbeka gazoblokda qurilgan uyga televizor ilib bo'lmaydi, biron nima qoqib bo'lmaydi yoki biz televizor ilib ko'rdik, yorilib ketdi, titilib ketdi degan gaplar bor. Bu gapga qanday qaraysiz? Haqiqatan ham bunaqa bir xavotirli qarash xalqimizda bor. Bizda o'sha savdo paytida qanaqa bo'ladi, nima materialdan bo'ladi degan shunaqa savollarga gazoblokdan deyilsa, odamlarda ko'zida yoki bir ba'zilar gazoblokdami degan bir yoqmagani bilinyapti. Bunga sabab o'sha boshida mahalliy ishlab chiqaruvchilar o'sha kerakli komponentlarni qo'shmasdan yoki bir eplama qilib chiqarganlarda haqiqatan ham poristli ichi g'avek o'sha turishiga bir narsani qoqsangiz haqiqatda bemalol sug'urilib yoki o'pirilib chiqadi. Endi har bir sohani o'zini ustasi bo'lgandek, bu sohada ham masalan o'sha Toshkentdagi biz hozir olishdir, ya'ni ishlatishni reja qilayotgan bu g'ishtlarda, gazoblokda bunaqa narsalardan xudo xolasa albatta tekshirib bunaqa problema bo'lmaydi.
Bunga misol keltirib, mana bizni hozirgi aytayotgan mutaxassislarimiz endi qo'pol misolu, masalan, g'ishtni olib sinab ko'rib, bir-biridan farqini bilish uchun yeb ko'rishmaydi xolos, bir yeb chaynab ko'rishmaydi xolos. Boshqa qanaqa sinov bo'lsa, hammasini o'tkazib ko'rishadi. Bunga misol tariqasida shu qadrdonlarda atta pishig'ichdan foydalanganmiz. Pishig'ichda ham 6 xil joydan har xil o'sha eksperimentlarni qilib turib, suvga solib ko'rib, quyoshga qo'yib ko'rib, muzga solib ko'rib, xullas aytayapman, yeb ko'rishmagan xolos. Shunaqa qilib foydalangan. Uni foydalanganda ham, ya'ni bizga sifatda muhimligi, buni sotib olgan odam bu narsani ko'rmaydi. Lekin ustalar bilan gaplashganda mana palnashov deydi. Odatda g'isht qanaqa uriladi? Loyni qo'yadi, g'isht teradi, ustiga yana loyni qo'yib, yana g'isht terib ketaveradi. Palnashov degani g'ishtlarda orasi ham bo'sh qolmasligi kerak. Ya'ni g'isht terdi, loyni qo'ydi, yana keyingi qator qo'yiladigan g'ishtni ichki tomoni va ikkita yoniga loy qo'yib turib, bir-biriga shunday zich qilib ketadiki, bu nima beradi desangiz, Xudo saqlasin, masalan, zilzila paytida devor silkingan paytda odatda qanaqa bo'lar ekan, g'isht o'ziga bo'sh joy oqtarar ekanda, ya'ni o'sha qimirlagan paytda bo'shliq oqtarib, g'ishtlar shuni hisobiga jilishni boshlar ekan. Shunda devorga treshina tushadi, devorlar yoriladi. Qattiqroq bo'lsa, Xudo saqlasin, bu narsalar yiqilishiga sabab bo'ladi. Buni shu darajada qilishdiki, hatto o'sha mana eng tepa qismi rigil bilan g'isht orasi qanchadir oraliq qoldi, bunga bitta g'isht sig'maydi. O'shanaqa joyiga pena bilan to'ldirib chiqildi. Bu albatta oddiy g'isht urishdan farq qiladi. Misol uchun o'sha paytda 250 so'm oddiy g'isht urish bo'lsa, u palnashovda 400 so'mdan. Bu bilan men nimaga buni misol keltiryapman? Har bitta qilinayotgan ishimizda o'sha qanaqa qilib tekshirish mumkin, qanaqa qilib ko'nglimiz xotirjam bo'ladiki, shu narsani oxiriga yetib olsak, o'sha narsa haqiqatan ham sifatliligiga ishonch hosil qilsak, shunaqa yondashuv bilan qilinyapti. Shuning uchun kimda agar gazoblokka shubhasi bo'lsa, gazoblok bilan gazoblokning farqi bor. Shu narsaga ahamiyat berishlarini juda ham xohlagan bo'lardim. Ya'ni biz qilayotgan emas, boshqa qurilishlarda ham gazoblokni surishtirib, qanaqa joyda ishlab chiqarilyapti. Bu narsaga ahamiyat berilsa, ya'ni uy olmoqchi bo'layotgan odam albatta qiziqadi buni har bitta kirish-kirigacha. Shu narsa ahamiyatga loyiq deb o'ylayman. Menimcha rosa bu mavzuga qiziqqan odam agar rus tilini bilsa, juda ham ko'plab obzorlari chiqqan, o'zim ham ko'rganman. Pishig'ish yaxshimi, gazoblokmi yoki pena blokmi degan, lekin ko'p rus tilida. Agarda sizlarga ham qiziq bo'lsa bu mavzu, kommentariyada yozib qoldiringlar. Biz shu mavzuda videorolik ham tayyorlashimiz mumkin, sizlarga qiziq bo'lsa. Endi alyansga qaytadigan bo'lsak, yana qanday farqlari bo'ladi biznes klassda? Xo'p, hozirgi o'sha ikkinchi aytgan farqim, ya'ni sifatli qurilish. Bu nafaqat o'sha ichki ko'rinishida, bu masalan santexnika tizimida trubalar, shunga o'xshagan narsalar, bularda ham uzoq muddat xizmat qilib, yana qayta remont qilishga to'g'ri kelmasligini iloji boricha ta'minlash harakatdamiz. Keyin fasadni tashqi ko'rinishi, iloji boricha tabiiy narsalardan foydalanish. Tabiiy tosh yoki shunga o'xshagan narsalar, bu ham albatta uzoq xizmat qilishga sabab bo'ladi. Tashqi ko'rinishdagi har bir narsa, misol uchun konditsionerda tashqi bloki bo'ladi. Ko'p joylarda ko'ramiz, hamma har xil o'rnatadi. Uyni sotib olgandan keyin nazorat qilish hech qiyinroq bo'lib qoladi. Kimdir bunaqa, kimdir boshqacha, kimdir bir-biridan farq qilib juda tashqi ko'rinishga ta'sir qilib qoladi. Hatto shunaqa narsalarda ham bir dekorativni o'sha fasad qismida reshotkaga o'xshatib, uni tashqaridan ko'rganingizda xuddi bir bezakka o'xshatib qilingan. Lekin buni asosiy maqsadi o'sha konditsionerning bloki o'sha narsani orqasida qolsin. Tashqi ko'rinishga xalaqit qilmasin, ya'ni xunuk bo'lib qolishiga sabab bo'lmasin. Undan foydalanadigan odam ham usta qo'yadigan bo'lsa, o'sha ustanovkasi, boshqasi uyda egasiga ham bu tomonlarni ham o'sha qulayligini hisobga olib shunaqa yo'lda harakatlanyapmiz. Bu o'sha ikkinchi men aytgan farqlarni asosi hisoblanadi. Sifatli material bu rasxod. Azbek aka, oxirgi birga qilgan videomizda binoni tag qismiga, ya'ni podushka qismini o'ziga hali ish ko'rinmagan holatda 150 ming dollar sarfladik dedingiz. Demak, shu narsaga borib taqalar ekanda xarajatlarga. Albatta bu har bitta narsani sifatli bo'lishi, qimmat bo'lishiga olib keladi.
bu o'sha Instagramda qilingan videoni dadam ko'rgan ekanlar, ozgina e'tiroz bildirdilar. Bu raqamlar haqida gapiribcha maydalashib ketib qolmayapsizlarmi degan e'tiroz bildirdilar. Keyin tushuntirib qilayotgan ishimizni qanchalik sifatliligini yoki bir qanchalik shu narsaga chin dildan yaxshi chiqishiga harakat qilayotganimizni bildirish xolos edi bu narsa deb endi hozir yana shu savolni berib to'xtalishga majbur bo'lyapmiz. Har bitta qilinayotgan ishni sifatli, sifatsiz degan tushuncha bor. Sifatli narsa albatta qimmat bo'lishi aniq. Endi uni qimmat bo'lishi себестоимостьga, ya'ni tannarxi oshishiga sabab bo'ladi. Lekin xudo xolasa bu narsadan unchalik ham cho'chimayapmiz. Chunki maqsadimiz birinchi o'rinda zo'r daromad qilish emas. Bu hozirgi qilayotgan proyektimizni biz o'zimiz uchun bu qadrdonlar kompaniyasini vizitkasi deb o'zimizga bir shunaqa harakatimizni, yondashuvimizni shunaqa qilyapmizki, ya'ni shu qilgan ishimizni ham qandaydir mana bizni o'zi aslida hamma ishimizga shunaqa yondashamiz, lekin buni biznes klassdagi Farg'onada qurilayotgan uylar bordir, lekin hali biznes klassda har bitta kriteriyasini yoki o'sha biznes klass bo'lish kerak, biznes klassda bo'lish kerak bo'lgan talablarni hammasini bajaradigan darajada qilinmagani uchunmi bilmaymiz, biz shu narsani bir boshqacha yondashuv bilan qilaylikki, birinchi o'rinda o'zimizga bizni qo'limizdan shu ish keldi, biz shu narsani qilaylik, Xudo berdi bizga degan samoutvrеждение deydimi? O'zimizdagi bir ko'ngil to'qlikni his qilish uchun Xudo xolasa endi harakat qilib oxiriga yetkazaylik. Vizitka degan joyingizda Amir Temurning gapi esimga tushib ketdi. Bizni kimligimizni bilmoqchi bo'lsang, qurgan binolarimizga boq deydi-yu. Xudo xolasa chiroyli proyekt bo'ladi deb o'ylayman. Xudo xolasa. Bilishim bo'yicha loyihaning ustida uzoq vaqt ishlar olib borildi. Ko'p loyihalar deyarli bir xil. Kichik o'zgartirishlar qilishadi, yangi loyihaga start beriladi qurilish kompaniyalarida. Imенно tashqi ko'rinish bo'yicha nimalarga e'tibor berilgan? Fasad qismiga keladigan bo'lsak, bu proyekt qilinayotganda fasad qismining o'zi umuman olganda 6 oy vaqtimiz ketdi. O'zi juda 6 oy vaqt talab qiladigan juda katta proyekt emas, lekin shunaqa bo'lsa ham bizda o'sha qurilishimizni boshqaruvchisi Doniyor Nishonboyev, jiyanim, juda ham injiq bola. Ularda ham proyektirovchilarda ham ancha qiynadi, o'zi ham qiynaldi, ko'pchilik bosh qatirib oxirgi bir to'xtamga keldik, lekin ungacha buni ancha mashaqqat, mehnati bo'ldi. O'ylashimcha, nima uchun sizni bergan savolingiz nima uchun ko'pchilikda bir xil bo'lib qoladi? Sababi erinish bo'lsa kerak deb o'ylayman. Balki xatodir. Proyektirovchining erinishi yoki o'sha quruvchining o'zini erinishi, qaysidir bir standart yoki yasalgan tayyor narsani shunday olib copy paste qilib qo'yiladi. Bizda endi sal boshqacharoq bo'lishi uchun, ya'ni biznes klass bo'lgani uchun ham bunda masalan tashqi ko'rinishda ko'zga ko'rinadigan farqlardan bittasi aynaklarda panoramniy bo'lishi, patologlarda baland bo'lishi. Keyin yana bitta bir boshqalardan farq qiladigan yana bir jihati binoni o'sha asosiy ko'rinadigan shaharda o'sha san'at saroyi tomonidan ham ko'rinib turadigan joyidan binoni asosiy qismiga soat qo'yishdi. Proyektda shuni chizganmiz, xudo xolasa shuni qo'yish mo'ljalimiz. Yana bir nechta shunaqa farqlar bor. Agar qaysidir farq sizni qiziqtirsa, savol berishingiz mumkin. Fasad qismi shunda qanaqa bo'ladi Azbek aka? Fasad qismini rejamiz bo'yicha ventilirованный fasad deydi. Fasad qismida shu narsa ishlaydi. Endi tabiiy toshlar birinchi qavatda yoki o'sha birinchi qavat bizda natural mo'ljallangan, ularda lestnitsa, ya'ni zina poya qismida, keyin dizaynga yana bir alohida urg'u berib bu narsa vaqt olgan qismi podyezdlarda, ya'ni turar joyga kirishdagi podyezdlarda. Albatta bu arxitektura va dizayn deganda kirish qismidagi shinamlik, hashamat, ya'ni kirganingizdayoq boshqa uylardan farqi bilinish kerak. Bu tuvaydagi chiroyli qimmatbaho gullar bo'lsin yoki o'sha podyezd qismidagi har xil dekoratsiya bo'lsin yoki kartina bo'lsin, освещение bo'lsin, bularda hammasini ustida o'sha dizayn qilib ancha bosh qatirildi va podyezd qismida ham tabiiy toshlar ishlatiladi. Polga, devorlarga, ya'ni o'sha dekoratsiya qismiga. Demak, qadrdonlar turar joy kompleksidagi podyezddan ham anchagina
chiroyli va hashamatli Xudo xolasa. podyezdni kutib qolamiz. Xudo xolasa u qadrdonlardagi podyezddan ancha xudo xolasa farq qilish kerak. Zo'r. Chunki buni ustida ishlash, buni proyektning ustida ancha bosh qatirildi hozirgi aytganimdek. Azbekka panorama oyna deganingizda esimga tushib qoldi. Lokatsiyaga to'xtalib o'tganimizda Alyans Avenue turar joy kompleksi aynan Serqatnov ko'chada asosiy yo'l bo'yida joylashganligi haqida aytib o'tdik. Bu bir tomondan shovqin degan noqulaylikni tug'dirmaydimi mijozlarga? Ijtimoiy tarmoqlarda bitta ikkita kommentariy ko'zim tushdi. U joy shovqin basmiga o'xshagan. Aynan o'sha shovqin joyligi uchun katta yo'lda serqatnov qismiga yaqin bo'lgani uchun hozirgi aytib o'tgan narsamga e'tibor bergan bo'lsangiz, трехкамерный termo aynak romlardi. Bu o'sha 3 qavat degani iloji boricha shovqinni o'tkazmasligi. Ya'ni bu ancha qimmatga tushadi. Oddiy romlardan, oddiy aynak siklopaketdan ancha qimmatga tushadi, lekin yashayotgan odam bemalol xotirjam, tinch, tashqaridagi shovqindan uzoqda bo'lgani bizning asosiy maqsadimiz. Buni shunaqa yo'l bilan ta'minlash harakatini qilyapmiz. Demak, pastki qavatda ham bemalol tinch yashash mumkin. Xuddi shunaqa. Zo'r. Endi hovli qismiga o'tadigan bo'lsak, u yerda qanaqa sharoitlar bo'lishi kerak? Xo'p, hovli qismida bizda ya'ni biz hozir qilayotgan Alyans Avenue'da biznes klassi talabiga yana qaytadigan bo'lsak, hovli mashina kirolmaydigan emas, mashina kirmaydigan bo'lishi kerak. Bu qanaqa deyilsa, masalan, ekstremniy holatlar bor. Skoriy mashinasi, xudo ko'rsatmasin, pojarni yoki odamning har xil issiq sovug'i bor. Shunaqa holatlarda dvorga kiradi xolos, boshqa payt kirmaydi. Sababi biz o'sha biznes klass talablaridan yana bittasi yer osti podzemная parkovka deydi, ya'ni podval qismidagi stoyanka. Ana shu joyga mashina kiradi, lekin dvorga mashina kirmaydi. Yana bir o'sha dvorning farqi 24/7 doim qo'riqlanadi. Va albatta konsierj har bitta podyezdga yoki o'sha domga kirayotganda begona odamni qo'yilmasligi. Bu o'sha bizda yana hozir qo'shimcha shu narsani tashkillashtirib, rejalashtirib turibmiz. Shaxsiy boshqaruv kompaniyasi, ya'ni собственное управляющая kompaniya deydi. Buni ichiga nimalar kiradi deyilsa, doimiy tozalikka qarash yoki o'sha har xil uyda bo'ladigan bir santexnika bo'lsin yoki bir elektrichество bilan qanaqadir problema bo'lsin, shunaqa ustalarning doimiy o'sha yerda bo'lishi yoki o'sha благоустройство deymiz, ya'ni obodonlashtirishda bir hamma narsa doim haliga qaralgan, juda ham bir chiroyli ko'rinishda ta'minlash. Keyin tozalik, podyezd bo'lsin, hovli bo'lsin, o'sha yerda yashayotgan odam supurib qo'yishim kerak, yuvib qo'yishim kerak degan bir tashvishlardan uzoqda bo'lishi, hammasi mana shu kompaniyani vazifasi bo'ladi. Bu kompaniya buni hisoblab chiqiladi, ya'ni qanchadir to'lov hisobiga. Endi o'ylaymanki, bunaqa bir yaxshi joyda yashayman degan odam bunaqa narsadan, bunaqa rasxoddan qochishi yaxshi narsa bo'lmasa kerak, chunki u juda qimmat narsa bo'lmaydi. Arzimagan narsaning evaziga doimiy uyut deydi, doimiy shinam, doimiy hamma narsa top-toza, kirganingizda kayfiyatingiz ko'tariladigan, ko'zingiz quvnaydigan sharoit menimcha hammaga yoqsa kerak. Albatta. Siz shu sohaning odamisiz, ya'ni qurilish yoki o'sha uy-joy, noturar joy, odatda qurilish bitgandan keyin, ya'ni quruvchi o'zi tomonidan qancha muddat o'sha uyni bir ta'minlanishiga yoki o'sha bir har bir narsani o'zini joyida, ya'ni tashqi ko'rinishda, fasad qismi nazorat qancha vaqt davom etadi? Men bilishim bo'yicha, ya'ni qonunimizda yozilgani bo'yicha adashmasam 3 yil. Yashang, xuddi shunaqa. Lekin biz hozirgi aytayotgan kompaniyani, ya'ni shaxsiy boshqaruv kompaniyasi, bu 3 yil emas, xudo xolasa juda ham davomiy bo'ladi. Doimiy o'sha yerda yashaydigan odamlar uchun qulaylik, har doim tozalik, o'sha yerdagi holatni nima desam ekan, doimiy xizmatda bo'ladigan odamlarning kompaniyasi bo'ladi. Xudo xolasa juda ham uzoq yillarga mo'ljallangan. Aynan shu muammo hozir o'zimda kuzatilyapti. Ya'ni kimnidir chaqirishimiz kerak, kimdir unga ovora bo'lish kerak.
va o'ylashim bo'yicha juda katta qulaylik bo'ladi. Ayniqsa biznes klassda yashovchi odam hech qanday bir muammo bo'lishini xohlamaydi и vaqtini qadrlaydigan inson bo'ladi. Zo'r proyektni o'ylabsizlar. Xudo xolasa shunga harakat. Zo'r. Bolalar uchun zo'r sharoit qilingan qadrdonlar turar joy kompleksida Allianz Avenue'da ham shunga o'xshash proyekt bo'ladi. Menimcha bundan ham kattaroq bo'lsa kerak. Albatta Proyekt bu haqida. asosiy qismlaridan bittasi bo'ladi. Nafaqat bolalarda o'ynaydigan joy, o'sha mini stadion, sport uchun alohida zona, ya'ni workout zona deyiladi. Biz shunaqa Allianzda ya'ni joydan unumli foydalanish, ya'ni foydali maydon ko'proq bo'lishi uchun shunaqa narsani o'ylaganmizki, ya'ni elektromobillarda zaryadniy stansiyasi ularni tepa qismiga yana o'sha bolalarda o'ynaydigan joyi dvorning ichida двухъярусный narsa bo'ladi, ya'ni past o'sha stansiyalar, uni tepa qismida bolalarga o'ynash uchun bir yana alohida joy. Bu bolalarni maza qilib o'ynab yurishi uchun qadrdonlardan ham ko'ra ko'proq harakat qilyapmiz, bu narsaga ko'proq urg'u beryapmiz. Bu proyekt ustida hali yana davom etyapmiz, hovlini proyekti. Hozirgi turishi ham menga masalan yoqyapti, lekin yigitlar hatto bunaqa qilib ko'raylik, hatto bunaqa qilib ko'raylik, ya'ni yana ham yaxshilash ustida boshqarishyapti. O'zimda bir kichik muammo bor Azbek aka. Qizim 3 yoshga to'ladi. Rosa energetichniy. Uyda o'tirgisi kelmaydi. Dvorga chiqsa maza qiladi, lekin u bilan kimdir baribir bo'lishi kerak. O'ylashim bo'yicha Allianzda bu muammoga yechim berilgan, ya'ni doimiy qo'riqlanadigan zona, yopiq hudud, begona odam kira olmasligi, kirsa ham albatta kamera kontrolidan o'tishi bevosita xavfsizlikni ta'minlab beradi. Azbek aka tashqi fasad, ichki sharoitlar haqida gaplashdik, lekin xaridorlar uyda ichida yashaydi, ya'ni podyezdda, uyda ichida nima sharoitlar qilingan? Komfort klassdan yoki ekonom klassdan farqi biznesda. Xo'p, bu savolingizga o'zi aslida komfort mana hozir sokin turar joy majmuasi. U joyda ham biz qo'shimcha qilib qilayotgan narsalar bor. Bu ya'ni istashgani bo'lishi, elektromontajda bo'lishi, keyin remontni 50-60% ga yakunlanishi. Ya'ni qora ish qolmaydi hatto. Olgan odam remont boshlaydigan bo'lsa, qisqa vaqt ichida agar aboy qiladigan bo'lsa, aboy yoki bir atachentami yoki bir emulsiyami nima qilmoqchi bo'lsa ham qisqa vaqt ichida juda bir chang yoki loy ishlarisiz oson yengil bitirib ketadi. Bu komfortda ham bor, lekin biznesdagi farqi bizda hozir masalan o'z biznesda talabi patolog 3 metrdan kam bo'lmasligi kerak. Bu narsa ta'minlangan. Keyin 4 xonali uylarda master spalni. Bu master spalnida ya'ni sanuzel ichida, garderobi ichida, undan kichkinaroq bo'lgan kvartiralarda buni qilishda imkoni bo'lmadi. Endi odatda bu ko'proq katta kvadraturada bo'ladi. Bundan tashqari masalan 3 xonalikda ikkita sanuzel qilingan. Ya'ni vanna, unitaz, ya'ni sanuzelda полный komplektatsiyasi. Ikkita shunaqa, 4 xonalikda 3 ta. Ya'ni ko'pchilik yashashi uchun, bir nechta odamdan iborat bo'lgan oilaga bemalol yashashi uchun shunaqa sharoit qilingan. Bu ya'ni biznes klassimizdagi boshqa klassdagi uylardan farqi. Podyezdda faqat bir qavatida birinchi kirish qismida farqi bo'ladi, xolosmi Azbek aka yoki har bir qavatda nimadir qo'shilganmi? Bu albatta faqat bittada bo'lmaydi. Har bir qavatida haqiqiy podyezd, ya'ni biznes klassdagi podyezd qanaqa bo'lish kerak bo'lsa, xuddi shunaqa har birida chiroyli gullar tubida, albatta kartinalar, u kartinalarga qo'yiladigan podsvetkalar, ya'ni buni dizayni ustida ancha ishlanyapti. Xudo xolasa albatta farq qiladi. Undan tashqari kolyasочный zona deydi, ya'ni velo zona. Buni har bir qavatda boshqalarga xalaqit qilmaydigan qilib, misol uchun qo'shningiz bolasini velosipedi siz eshigingizda turmaydi. Alohida o'sha zona ajratilgan. Bu juda uzoqda emas, o'sha har bir qavatda ya'ni dostupniy deydi, lekin unchalik uzoq bo'lmagan joyda, masalan siz yoki farzandingiz erinmasa kerak deb o'ylayman, o'sha zonaga qo'yib uyga kirib ketgani. Shunaqa bir narsalar uchun alohida zona ham yaratilgan. Ya'ni podyezd ichida emas, tushunishim bo'yicha bu alohida o'sha bir qavatda yashovchi aholiga ko'zga ko'rinmaydigan joyda turadi. Lekin har bir qavatda shu narsa bor. Har bir qavatda bor, lekin podyezdda ichida bu narsa, podyezddan alohida emas, faqat o'sha podyezdda ichida shu uchun alohida ajratilgan joylar. Zo'r. O'zim ham kolyaskani yo uyda ichiga olib kirib qo'yaman yoki birinchi qavatga qo'yamiz, lekin qo'riqlanmaydigan hudud bo'lgani uchun ko'pincha qo'rqaman. Har kuni ertalab tushayotganda kolyaskam
joyida turibdimi yo'qmi degan holatga duch kelganmiz. Bu narsani qilganligi anchagina katta plus bo'libdi. Ha, bu nafaqat u sizni kolyaskangizdan xavotir bo'lish, misol uchun konsyerzda borligi, uyga kirdi chiqdi. Endi shunaqa narsa borki, uyni sotib olgan odam misol uchun bo'lishi mumkin kimgadir ijaraga berdi. Endi ijaraga olayotgan odamni har birini nazorat qilib olish qiyin masala. Uyga qanaqa odam bilan kelib ketyapti. Endi har xil holatlar bo'lishi mumkin. Xohlaymizmi yo'qmi shunaqa uchrab turishi mumkin. Qizlarni olib keladigan, shunga o'xshagan holat. Hatto shu narsalarni oldini olish uchun ham konsierj xizmati qo'yiladi. Bu hamma o'sha yerdagi yashovchi odamlarni Tinchligi uchun ham ancha katta plus bo'lsa kerak. Nafaqat tinchligi uchun bir halollik deymizmi, shunga o'xshagan masalalarga ham urg'u berilgan xizmat qiladi. Zo'r. Xo'p, keyingi farqi texnologiya va ekologik holat. Buning ichiga nimalar kiradi? Misol uchun ichimlik suvi o'sha suv ta'minotida umumiy nasos qo'yiladi va albatta nasosdan oldin filtr qo'yiladi. Har bitta kirayotgan xonadonga suv filtrdan o'tib kiradi. Bundan tashqari chiqindilar uchun alohida quti. Bu narsaga juda qattiq e'tibor berilishini biz hozirdan xohlaymiz va shuni harakatni qilyapmiz. Ko'p joylarda ko'ramiz, kimdir o'sha chiqindisini paketga solib yo kvartiraning eshik tagiga qo'yib qo'yadi, podyezdga agar ichida suyuqlik bo'lsa, juda ham xunuk ko'rinish. Ba'zida dvorga qo'yib ketishadi yoki o'sha o'rnan oldiga qo'yib ketishadi. Shunaqa holatlar bo'lmasligi uchun alohida chiqindilar uchun quti bu hamma uchun menimcha foydali narsa bo'ladi. Ekologik holat shu narsalardan iborat. 9 qavatli turar joy kompleksi Allianz Avenue, lift masalasi, svet o'chib qolishi, suvda davleniyasi pasayib qolishi, shu kabi narsalarga ham chora ko'rilganmi? Albatta, bu juda ham ko'pchilikni o'ylantiradigan va bunaqa savol ko'p bo'ladi. Bu uchun alohida rezervniy liniya, ya'ni rezervniy liniyaki generator qildik. Generator shunaqa quvvatda xudo xolasa ishlaydiki, mabodo svet o'chib qolsa, bu generator bilan lift ishlaydi. Umumiy yorug'lik, ya'ni освещение podyezdniki, hovliniki va suv nasoslari uchun bu narsa ishlaydi. Xudo xolasa svet o'chishidan unchalik ko'pchilikning imkoniyati cheklanib qolmaydi. Menimcha qadrdonlar turar joy kompleksida bu narsani ko'rdim yoki boshqa loyihalarda bo'lsa agar kommentariyaga yozib ketinglar. Alohida shu kotolxonani qilish, ya'ni suv filtrini ko'rdim, adashmasam nasoslarni ko'rdim. Imенно shunga o'xshash narsa, yana ham kuchliroq variantida Allianzda bo'lar ekanda. Bizda isitish tizimini avtonom bo'lishini xudo xolasa shunga harakat qilyapmiz. Ya'ni isitish tizimi umumiy bo'lmaydi. Har bitta odam o'zini alohida o'sha kvartirasi uchun isitish tizimini qilish imkoniyati bo'ladi. Zo'r. Kommentariyaga kelib tushgan juda ham ko'plab savollar bor. Narxi qimmat. O'zimga olib qarasa, Farg'onada eng qimmat uyda hozir Allianz turar joy kompleksi bo'lib turibdi. Nimaga bunaqa narx chiqdi? Xo'p, maqsad pul qilish bo'lmasa agar. Maqsad pul qilish emas deyish bu noto'g'ri bo'ladi. Maqsad pul qilish ham. Lekin hali aytib o'tganimdek, pul bilan parallel yuradigan, biz qilayotgan ishimizdan qoniqishimiz va bizdan mahsulot yoki bizning xizmatimizdan foydalangan odamni mazza qilishi. Qimmatligiga kelsak, mana hozir biznes klassda boshqa klassdagi uylardan farqi investitsion jozibadorlik. Bu nima degani deyilsa, biznes klassdagi uylarning narxi tez va sezilarli darajada narxi oshib boradi. Ya'ni siz uy sotib olmoqchisiz, o'ylanyapsiz, qachon sotib olaykin. Iloji boricha ertaroq o'sha qurilish qismini, qurilish jarayonini boshroqida sotib olganingiz, bu albatta sizga yaxshi bo'ladi. Endi narxga keladigan bo'lsak, bu hozirgi sanab o'tilgan narsalar, bularni materialdan tortib ishlaydigan ustalarni, mutaxassislarni hammasini eng yaxshisi degani, bu eng qimmati degani. Tabiiyki, tannarxga ta'sir qiladi. Haqiqatan ham juda ko'p qimmat ekan degan narsalar bor. Endi har bittasi narxga urib turgandan keyin, ya'ni har bittasi narx oshishiga sabab bo'lgandan keyin buni arzon bo'lishining imkoni yo'q. Endi hali aytib o'tdim, har qanaqa biznes pul qilish kerak. Xudoga shukr, shunda ham zarar qilmaymiz, behisob shukr, shunda ham foydada chiqsa kerak. Lekin buni arzonlashtirish uchun nimalardandir voz kechish kerak. Ya'ni hozirgi sanab o'tilgan qulayliklarni qaysilardir olib tashlash kerak. Shu ko'pincha menda shunaqa fikr bo'ladi. Nimaga faqat Toshkentda bo'lish kerak? Masalan, shunaqa klassdagi uylar Toshkentda juda ham ko'p. Bundan da yaxshilari ko'p.
Nimaga aynan faqat Toshkentda bo'lish kerak? Nimaga bizda Farg'onada qilmasligimiz kerak bu narsani? Xuddi shunaqa niyat bilan Farg'onada qilyapmiz. Endi shunaqa narsa bor ekanki, bugun O'zbekiston bozorida yaxshi narsani ham xaridori bor. Ya'ni sifatli bo'lgan, foydalanishga qulaylik bo'lgan mahsulotda ham, ya'ni sal yuqoriroq segmentdagi bo'lgan, qimmatroq bo'lgan segmentda bugun menimcha taklif kamroq. Chunki arzon uylar juda ham ko'payib ketgan. Shunaqa takliflar borki, boshlang'ich to'lovsiz, qanchadir muddatga, ya'ni uzoq muddatga berishyapti. Shunaqa taklif juda ham ko'p O'zbekiston bozorida. Lekin yaxshi narsani, mayli qimmatroq bo'lsin, lekin yaxshi narsani taklifi Xudoga shukr bor, lekin unaqa ko'p emas. Bizni bu segmentni hozir tanlashimiz o'zi birinchisi, dadamni ko'p aytadigan gaplari bor. Har bitta qilayotgan ishlaring oldingisidan bir pog'ona yaxshiroq bo'lsin. Keyingi qiladigan ishlaring albatta bir pog'ona tepaga qarab yurish kerak. Xuddi shu mo'ljal bilan Xudo xolasa yaxshiroq qilishga harakatdamiz. Uylarning narxi moshinalar narxiga o'xshab borgan sari tushib ketyapti degan kommentariyalar bor. Uy olmaylar degan narsalar bor, ya'ni narxi tushadi yana degan. Investitsion taklif, ya'ni jozibadorlik haqida gapirdingiz. Ertadan keyin narx tushib ketib qolmaydimi? Xudo xolasa, agar umumiy iqtisodiy vaziyatda bir qanaqadir o'zgarish bo'lmasa, lekin mana shu bugungi kundagi bozorda holatiga qaraydigan bo'lsak, yaxshi uylarga, masalan, haqiqatda mashinalar narxi tushyapti. Chunki taklif juda ham ko'p, lekin qaysidir mashinalar narxi tushmayotgani ham bor. Albatta. Masalan, elektrokarlarda ba'zilarida juda ham tez pastga qarab ketib qolyapti narxlar. Endi hozir buni uy bilan taqqoslashimiz qanchalik to'g'ri bo'ladi? Agar mashinani misol keltiradigan bo'lsangiz, misol uchun sizni iqtisodiy holatingiz, ya'ni moliyaviy holatingiz sal yaxshilandi, misol uchun hozir Gentrada yuribsiz. 2 yil 3 yildan keyin sal topish tushingiz yaxshilandi, albatta undan bitta yuqoriroq. Shunaqa narsa kuzatilyaptiki, hatto uyda ham bor ekan shunaqa narsa. Odam yashab turgan uydan yana ham qulayroq, yana ham komfortliroq, yana ham yaxshiroq joy bo'lsa, iqtisodiy holati ko'tarsa, shu narsaga ko'chib o'tish, kvartiradan kvartiraga ko'chish, to'g'ri, u ham o'ziga yarasha bir mashaqqati bor, lekin u darajada bir qiyin bo'lmasa kerakki, bunaqa narsani ko'p kuzatyapmiz. Odamlar yaxshiroq uyga ko'proq intilar ekan. Shu nuqtai nazardan qimmatroq uyni sotalamizmi degan unaqa qo'rquv bo'ldimi desangiz, ham bo'ldi. Lekin hozir qanaqa bo'lyapti deyilsa, behisob shukr. Uylarda sotuvida muammomiz yo'q. Bemalol aytalaman bu narsani. Hozirgi savolingizga yana qo'shimcha, uylar narxi tushishi ehtimoli. Prognoz bo'yicha 2030-yilga kelib aholi soni 41 millionga yetadi deyilyapti. Bu degani, bu yana 5 yil ichida uy masalasi, uy-joy masalasida talab faqat kuchayadi xolos. Chunki takliflar ham ko'p, lekin u o'ylashimcha talab taklifdan ko'ra ko'proq. Bu degani narxlarda menimcha tushishiga juda unaqa ko'p sabab bo'lmaydi. Tushunarli. O'zimdagi ko'p savollarga javob topdim, aynan shu intervyuimizdan. Qisqa qilib aytadigan bo'lsak, biznes klassdagi xonadonni xarid qilgan inson o'zi uchun vaqtini tejab, o'zi uchun yanada ko'proq komfort sotib olar ekanda. Allianz Avenue aynan biznes klassdagi turar joy kompleksini qisqaroq formatda, qisqa qilib aytganda nima deb tasvirlash mumkin? Xo'p, biz e'tibor qaratayotgan narsa, bu nafaqat biznes klassda, har qanaqa joyda aslida xaridor 3 xil toifaga bo'linar ekan. Birinchi toifasi u uyni sotib oladi, o'zi yashash maqsadida, ya'ni sotib olib o'zi yashaydi o'sha yerda. Ikkinchi toifa olib ijaraga beradi kimlargadir. Uchinchi toifa faqat investitsiya, ya'ni sotib oladi, qurilish paytida tayyor bo'lgandan keyin remontini qilib sotadi. Yoki o'sha holatcha, ya'ni qurilib bitgan sari uy narxi ko'tarilib boradi. Bizda qadrdonlarda shunaqa bir nechta keyslar bo'ldi. Buni misol tariqasida aytishim mumkin. Masalan, o'sha qurilish paytida uy sotib olib, qurilish bitgandan keyin uyni remont qilib, kimdir 10 ming, kimdir 15 ming foydasigacha sotdi. Bu yana o'sha narxlarda ko'tarib borilishiga urg'u bermoqchiman. Shunaqa holatlar bo'ldiki, ba'zi kvartira 4 ta odamgacha
olib sotib hozir 4-odam egalik qilib o'sha yerda yashayapti. Shunaqa agar mabodo uy ham sotaman desa, menimcha foyda bilan sotilsa kerak. Endi hozirgi sanab o'tgan toifalarga qaytadigan bo'lsak, biz uchun eng qizig'i birinchi toifa. Ya'ni odam o'zi sotib olib yashaydigan toifa biz uchun qiziq. Nimaga? Chunki hali suhbatimizni boshida aytib o'tganimdek, har qanaqa joy odamlar bilan fayzli bo'ladi. Biz juda ham xohlardikki, o'sha yerdagi yashayotgan odamlar hammasi bir-biriga qadriyat tomonlama o'xshagan. Biz shuni xohlardik. Ya'ni o'zbeklarda zo'r gap bor, hovli olma, qo'shni ol. Bizda shunaqa bir holatlar ham bo'ldiki, ba'zi odamlar uy olish uchun kelib, sababini o'zlari balki beixtiyor, balki shunga bir yaqin savol bo'lgandir. Qo'shnisidan norozi bo'lganligi uchun ko'chayotgan holatlar ham ming afsuski bor. Buni 100% nazoratni olish qiyindir, lekin iloji boricha biz o'sha birinchi toifaga sotaylikki va yana shunga ahamiyat beryapmiz. Shu birinchi toifa odam, masalan, shu odam mani qo'shnim bo'lsa, men rozi bo'larmidim. Agar javobimiz ha bo'lsa, shunaqa odamlarga iloji boricha sotyapmiz, chunki biz xohlasak, xohlamasak ertaga o'sha yerda yashaganimizdan keyin farzandlarimiz, hali siz qizingiz aytdingiz 3 yoshga kirdi, qaraydigan nazorat qilishni sharoiti yechilgan ekan degan ma'noda aytdingiz. Nazoratdan tashqari sizni farzandlaringiz yaxshi odamlarni farzandlari bilan vaqt o'tkazishi, birga o'ynab yurishi Xudo xolasa kelajagiga juda katta ta'sir ko'rsatadi, chunki bizni qaysidir yoshdan keyin atrofimizdagi muhit tarbiyalaydi. Biz kim bilan o'rtoq bo'lishimiz, bekorga qimmat bo'lsa ham odamlar yaxshi joyda bolalarni o'qitishmaydi. Nafaqat hatto ta'lim darajasi yuqori, balki o'sha yerdagi o'qiyotgan bolalar ko'proq o'zini ustida ishlaydigan, bir yaxshi tomonga rivojlanadigan odamlarning farzandlari bo'lgani uchun shunaqa joylarda farzandlarini o'qitishadi. Bizning ham maqsadimiz o'sha yerdagi odamlar hammasi bir dunyo qarash bo'yicha bir yangilikka, yaxshilikka intiladigan, o'zini ustida ishlaydigan odamlar. Bunaqa odamlarning farzandlari ham albatta yaxshi odamlar bo'lishadi. Bizga bor ehtimol o'sha investitsiya sifatida olayotganlar ham bordir. Chunki hozir aytganimizdek, biznes klassdagi uylarni boshqa klassdagi uylarga qaraganda narx tezroq o'sadi. Endi shunaqasi orada bo'lsa ham, masalan, ijaraga olmoqchi bo'layotgan kimdir, to есть ijaraga berish niyatida olayotgan bo'lsa ham, ijaraga odam topish unaqa qiyin bo'lmaydi, chunki yaxshi joyda, elitni joyda odam har doim o'sha intiladi. Unaqa joyga odam topilishi ham yaxshi qimmat narxda odam topilishi menimcha qiyin bo'lmaydi. Albatta. Keyin bizni asosiy maqsadimiz hatto joy sotish yoki uy sotish emas, o'sha yerdagi komfortli muhit, keyin status, biz shuni juda ham xohlardik. Albatta buni beradigan Xudo, biz harakat qilib natijani o'zidan kutamiz. Ana shu joyda yashash odamlar uchun qanaqadir status bo'lishini juda ham xohlaymiz. Yaxshi odamlarni atrofida, yaxshi odamlar bilan qo'shni bo'lib, yaxshi muhitda yashashni agar shu Xudo xolasa uddasidan chiqarsak, bizning eng asosiy niyatimiz, maqsadimiz mana shu Xudo xolasa yetgan bo'lardik. Zo'r. Qadrdonlar qurilish kompaniyasini aynan biznes klassdagi turar-joy kompleksi haqida to'liq ma'lumotga ega bo'ldik. Menimcha har bir kuzatuvchimiz komfort klass, ekonom klass va biznes klassni to'liq formatida nima farqi bor, nima uchun bu narsa qimmat degan savolga javobni olishdi. Azizbek, intervyuga vaqt ajratganingiz uchun kattakon rahmat. Keyingi intervyularimizga yana chaqiramiz, Xudo xolasa. Qadrdonlar qurilish kompaniyasi haqida yanada to'liq ma'lumot olmoqchi bo'lsalaring, har bir qurilish jarayonlarini ham yoritib borishadi. Ularni ijtimoiy tarmoqlari albatta kuzatib borishingiz mumkin. Bizdan uzoqlashmang. Keyingi intervyumizda kim chiqishini xohlardingiz? Buni ham kommentariyada yozib qoldiring.